Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Urganch shahrining Qoq markazidan katta hovli-joy qidirib yurgan yurtdoshlarimiz uchun zo'r taklifimiz bor aziz do'stlar. Bize Ibadullo to'yxonadan girib kelaverishda Asadbek to'yxonasi bor. Shundan sal o'tganda aziz do'stlar chapga shunday ko'chamiz bor. Yurtdoshlarimiz ajoyib bo'lib tushgan. Bizning 464 metr kvadratdagi bu hovli joyimiz qaranglar. Elde 14,5 metr, uzunasini 32 metrda bo'ladi aziz do'stlar. Xohlasangizlar o'zini rekonstruksiya etib, remont qilib yashasangizlar ham bo'ladi. Yo'q, men yıkıp salaman desangizlar ham o'zlaringiz onlayn zakar yuborasizlar aziz do'stlar. Sababi ikki etajlatib, chiroylatib qursangiz bo'ladi. Hech qanday muammosi yo'q. Qaranglar. Eldinde zileni zonaları var. Güller kelip çırayla durdu. Yine şimdi bizden silikattan kurulgan bizden bu havlucayımız. Yurtturgalarız yine dostlar gazdan muamma yok. Su süvetten muamma yok. Kanalizasyonlarımız eldine çıkıp durdu dostlar. Gengle bir kadar danıştıramız. Gidiyen de şimdi kette dalan. Dımbır zor ayiz dostlar. Karınlar. Bir yanımızda yine ummanlık cayı. Kaç yolumuz şöyle caylaşkan. Muamması yok. Hem müvecci işçi halatindeyiz dostlar. Gengle. Bir anda dostlar xanalar indi bölüngen. Şimdi bir koridorumuz var. Koridordan on tarafta qaranglar bir spalni tushgan. Shuning görünüşdə indi albatta remont qilish kerak aziz do'stlar. Lekin joyimiz mustahkamlab turibdi. Agar o'zini remont qilib yashasam bo'ladi. Bu yerda bir zal sifatida foydalansangizlar bo'ladi. Shuning katta tushgan. İkki aynalari bor. Registrami, radiatorami o'zlari bor. Uyimizdan balandligi yomon emas. Keyin yana bir spalni tushgan shuning görünüşdagi. Qaranglar. Tum zo'r. Uyning egasi aytish bo'yicha shu yerda ansatib, doğulup o'sib yashagan ekanlar. Akasi, opasi ish qilib hozir endi yana shuning görünüşe kelgan. Agarda olib turib yashayman desangizlar ham remont qilib aziz do'stlar, tum zo'r. Shunda siz lokatsiyasini umuman gap yo'q. Bu yerda shunday bir sklad sifatida foydalansangizlar bo'ladi. Meni shuning görünüşdə. Endi qolgan to'liq ma'lumotlarni ekranda mülk egasi nomerini qo'yamiz. Telefonlashib, savdolaşib olaversizlar aziz do'stlar. Dokument hamma hujjatlari tayyor. Bu yerda shu qaranglar, shu dalarimizda choy ichib o'tiradigan zo'rasi. Televizorlarni qo'yib, xudo xolasa izzatib yashaydigan xonadonlardan birisi. Birimizda verandasi qaranglar. Beklab qo'yibdilar ekan, o'zlari remontdan boshlayatar ekanlar aziz do'stlar. Yo'q, o'zlaringiz endi davom qildirib yoki bo'lmasa yıkib boshidan solsangizlar ham aziz do'stlar, dumzor umuman gap yo'q. Birimiz yopiq veranda, keyin ochiq veranda samba toza havoda izzatib ertang bir gün yashasangizlar ham bo'ladi. Ganglar endi shu koridordan borsak, ikkidan xotimiz bor, bog'a chiqadigan. Ganglar chiqaverik. Yana şöyle izzati xudo xolasa doğru avvalgi bo'lishi mumkin, lekin bular ham hozir shlipovka etib, chiroyli etib, bemalol izzatib hali yashasangizlar bo'ladi. Mana shunda seni shifrlar ham qilingan, bog'am bor aziz do'stlar, qaranglar. Qaral mindirgan aziz do'stlar, agarda qarab sho'ra mehr bersangiz, chiroyli gullarni yoki daraxtlarni qo'ysangizlar, vashi zo'r aziz do'stlar. Mana shunda lokatsiyasidan umuman gap yo'q. Şehre mi yakın? Şehirden çete çıkmışsa alıp durup iki etajlar kursanızlar ameli bakasına stoyşida bölümü 464 metr kvadratlı katta havlu joy. Dımzor. Silikattan kurulgan. Keyin yanımızda aşxonasi. Yani aşxonasi hem özleri bana indi bu da eski özler. Bu kuxnyamiz. Keyin yan tarafta yana bir xonasi bor, ya'ni sanuzel. Birinden şu karışık etib, xudo xolasa remont qilsangizlar ajoyib bo'ladi, lekin endi o'zlaringiz o'ngingizda qaraverasizlar, xohlasangiz yıkib solib. Bu yerda aziz do'stlar ikkinchi xotimiz, ya'ni bog' tarafga chiqadigan. Bu yerdan ham xoti bor, ikki taraflama chiqsangizlar bo'ladi aziz do'stlar. Ushbu uyimiz sotuvda, ekranda mülk egasini nomerini qo'yamiz, telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Dokument hamma hujjatlari tayyor. 464 elde 14 yarim, uzunluğu 32 ekan. Agarda yıkib nölden kuraman desangizlar ham, orqasidan qurib bersangizlar ham bo'ladi. Toshkentga tik qo'ysangizlar bo'ladi aziz do'stlar, zo'r bo'ladi xudo xolasa. Ko'rasizlar, bu yurikimizni Urganch shahri yaqin, ya'ni markazdan hovli-joy quraman o'zini chiroylatib deb yurgan do'stlaringizga tashakkur qo'yasizlar. Narximiz zo'r, 800 milliondan gap yo'q aziz do'stlar. Esa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizdan shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar.